Ba'zan bir qism butun bir haqiqatni aytmaydi, lekin odamlarning ko'zidagi sovuq, qo'lidagi titroq va aytilmay qolgan gaplar kelajakdagi falokatni ovozsiz e'lon qilib qo'yadi. Mana shu qism ham xuddi shunday o'tdi. Tashqaridan qaraganda hamma narsa odatdagidek tuyuldi. Tirikchilik o'z aylanishida edi. Kimdir ishga shoshilardi, kimdir bolalarning uy vazifasini tekshirardi, kimdir kechki ovqat tayyorlash bilan band edi. Ammo ichkarida, ko'rinmas joylarda sevgi allaqachon manfaatga aylangan edi. Ishonch esa tuzoqqa tushib bo'lgan edi. Oilalar o'zlari sezmagan holda parchalana boshlagan edi. Va eng dahshatlisi shuki, bu yerda hech kim bir kunda yomon bo'lib qolmadi. Hammada asta-sekin, so'zma-so'z, harakatma-harakat o'z niyatining haqiqiy yuzi ochilib bordi. Nazokatning bu qismdagi butun harakati bir narsani juda ochiq ko'rsatdi. U odamlarni emas, vaziyatlarni sevadi. Bu ayolning qalbidagi eng chuqur haqiqat shu edi. U kimning yonida qulaylik, pul, ta'sir va himoya bo'lsa, uning mehribonligi ham, muloyimligi ham o'sha tomonga oqardi. Shu sababdan uning har bir mayin so'zi, har bir tashvishli qarashi, har bir yumshoq teginishi ortida muzdek hisob-kitob bor edi. Bu tobora ravshanlashib borardi. Ayniqsa yolg'izlikda pulini sanab o'tirgani, uni hisoblab, undan kuch olayotgandek yashayotgani juda muhim detal edi. Bu oddiy ochko'zlik emasdi, bu uning e'tiqodi edi. Nazokat odamga suyanmasdi, pulga suyanardi. U pulni xudo o'rniga qo'ygan ayol edi. Demak, bunday ayol bir kun kelib sevgan odamidan ham, oila degan tushunchadan ham, hatto o'zini himoya qilgan erkakdan ham osongina voz kechadi. Hozircha u hammani o'ynatayotgandek ko'rinardi. U Sodiqning mehrini, Dildoraning sabrini, atrofdagilarning ishonchini o'z qo'lida to'plab, ular bilan shaxmat o'ynayotgandek harakat qilardi. Lekin aslida o'zi ham bir nuqtaga yetib kelgan edi. Endi unga muhabbat emas, qochish yo'li kerak edi. Chunki uning atrofidagi zamin g'ijillay boshlaganini u ham sezardi. Sodiq esa bu qismda eng achinarli qahramonga aylandi. Chunki u xiyonatni ko'rib turib ham uni inkor qilishni tanladi. Odam ba'zan haqiqatdan shunchalik qo'rqadiki, yolg'onni o'zi uchun panoh qilib oladi. Sodiqning holati aynan shu edi. Unga dalil ko'rsatildi. Unga ogohlantirish berildi. Nazokatning o'tmishi haqida ishoralar aytildi. Ammo u bularning barini tuhmat deb qabul qildi. Siz uni tanimaysiz, dedi u o'zini oqlash uchun. U bunday ayol emas. Lekin aslida u kimni himoya qilayotganini o'zi ham bilmasdi. U nazokatni himoya qilmayotgan edi, u o'z tanlovini himoya qilayotgan edi. Chunki u shu ayolni tanlagan ekan, demak xato qilganini tan olish uchun o'z g'ururini sindirish kerak edi. Sodiq hozircha bunga tayyor emasdi. Shuning uchun pichoq aralashgan o'sha dahshatli lahza faqat jismoniy hujum emas, uning o'z ko'r-ko'rona ishonchiga urilgan eng og'ir zarba bo'ldi. U yiqilib tushganida, qon ko'ylagini bo'yaganda eng og'ir jarohat tanaga emas, ongiga tushdi. Endi agar u tirik qolsa, uning oldida bitta dahshatli savol turadi. Men sevgi deb yopishgan narsa aslida meni yemrayotgan tuzoq bo'lganmi? Bu yerda Dildoraning ichki holati ham juda murakkab tasvirlandi. U rashk bilan emas, og'riq bilan yashayapti. Farq katta. Rashkda odam boshqasining borligidan nafratlanadi. Og'riqda esa odam o'zining yo'qolgan qadridan yig'laydi. Dildoraning qahrida hali ham sindirilgan ayollik sha'ni bor. U bir vaqtlar ishongan erkak tomonidan aldangan ayolning og'ir yukini ko'tarib yuribdi. Lekin undan ham kuchlisi bolalarning ertangi kuni uchun qo'rquvdir. Shu sabab u keskin, sovuq va ba'zan rahmsiz ko'rinadi. Odamlar uni ayblashadi. Nega buncha qattiqqo'l? Nega kechira olmaysiz? U esa javob bermaydi. Aslida u hissiyotlarni yig'ib qo'ygan, chunki hozir yig'laydigan emas, kurashadigan payt ekanini tushungan. Bolalarning otaga tezda ilashib ketgani ham bejiz ko'rsatilmagan. Bu juda kichik bir detal edi, lekin keyingi qismlar uchun juda kuchli signal. Bolalar qalban otaga yaqinlashsa, Dildoraning kurashi yanada og'irlashadi. Chunki endi u faqat xiyonat qilgan erkakka qarshi emas, farzandlarining hissiy tanloviga qarshi ham turishga majbur bo'ladi. Va mana shu narsa keyingi qismlarda eng og'riqli to'qnashuvlardan birini tug'diradi.
Bir ona farzandlarini himoya qilish bilan ularning baxtiga to'sqinlik qilish o'rtasida qanday tanlov qiladi? Dildoraning otasi bilan bog'liq chiziq ham juda qiziq ochildi. U sokin ko'rinadi. U hech qachon ovozini ko'tarmaydi. U hech qachon shoshilinch qaror qabul qilmaydi. Lekin vaziyatni hammadan chuqurroq ko'rayotgan odam aynan o'sha. U keskinlikka berilmayapti, shovqin qilmayapti, lekin ma'lumot yig'ayapti, odamlarni sinayapti, yuzlardan niyat o'qiyapti. Nazokatning eski ismlari, hujjatlarni almashtirgani, o'tmishini doim qayta yozib kelgani haqidagi ma'lumotlar bu qismning eng portlovchi nuqtalaridan biri bo'ldi. Chunki bir ayol ismni almashtirishi mumkin, joyni almashtirishi mumkin, atrofidagi odamlarni ham almashtirishi mumkin.